Bugun men sizga juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. 2026 yil ilmiy avgust sanasi atrofida odamlar orasida shok o'zgarishlar bo'ladi. Hamma tayyorlanishi kerak. Hujjatlar, to'lovlar, bank, jarimalar, davlat xizmatlari o'zgaradi degan gaplar ko'paymoqda. Bu mavzu har bir oilaga tegadi. Chunki bunday o'zgarishlar odatda pasport, ID karta, yashash manzili, bank kartasi, sim karta, soliq, nafaqa, subsidiya, aliment, jarima, kredit va davlat xizmatlari bilan bog'liq bo'ladi. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuncha beraman. Nimaga hozirdan tayyorlanish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha qo'rqmasligi kerak? Qaysi hujjatlarni tekshirish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Va firibgarlarga qanday aldanmaslik kerak? Videoni oxiriga ko'ring, chunki bitta kichik xato keyin bank kartangiz bloklanishi, davlat xizmatidan foydalana olmaslik, nafaqa yoki subsidiya kechikishi, jarima noto'g'ri kelishi kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda, hujjat va hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjat bilan hal bo'lardi. Masalan, odamning pasporti bor. Mahalladan ma'lumotnoma oladi, soliq yoki bankka boradi, ariza yozadi, ish bitadi. Qayerdadir xatolik bo'lsa ham, xodim qo'lda tuzatib berishi, qo'shimcha hujjat so'rashi yoki vaqtincha yechim topishi mumkin edi. Ya'ni tizim ko'proq odamga, qog'ozga va joyidagi kelishuvga bog'liq edi. Endi esa vaziyat boshqacha tomonga ketmoqda. Davlat xizmatlari, banklar, soliq organlari, notarius, kadastr, pensiya, subsidiya, jarimalar, kommunal to'lovlar. Hatto mobil aloqa xizmatlari ham asta-sekin bitta umumiy raqamli ma'lumotlar tizimiga ulanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi sizning ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, PIN-FL raqamingiz, ID kartangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz va ayrim holatlarda daromadingiz turli tizimlarda bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, bankdagi ism familiyangiz bir xil, soliq tizimidagi ma'lumotingiz bir xil. Davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotingiz bir xil bo'lishi kerak. Agar bitta joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev, yana boshqa joyda otasining ismi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tizim sizni bir odam deb tanimasligi mumkin. Oldin bu oddiy imlo xatosi sifatida ko'rilgan bo'lsa, raqamli tizimda bu jiddiy muammo bo'lib qoladi. Shuning uchun 2026 yil 28 avgust sanasi kabi aniq muddatlar haqida gap ketganda, men birinchi navbatda shuni aytaman. Gap faqat bitta qonun yoki bitta jarima haqida emas. Gap odamlarning hujjatlari va ma'lumotlari tartibga keltirilishi haqida bo'lishi mumkin. Kim hujjatini, telefon raqamini, bank ma'lumotini, manzilini vaqtida tekshirib olmasa, keyin navbat kutadi, ariza beradi, tuzatish kiritadi, ayrim xizmatlardan vaqtincha foydalana olmay qoladi. Asosiy qismga nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Xavotir olishi kerak bo'lgan toifa bu hujjatlarda xatolik bor odamlar. Masalan, ID kartadagi familiya bank kartasidagi familiyadan farq qiladi. Yoki pasportda tug'ilgan sana 1990 yil 2 may. Soliq tizimida esa 1990 yil 20 may bo'lib qolgan. Bunday holatda bank, soliq yoki davlat xizmatlari tizimi sizdan qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Oddiy misol, odam onlayn kredit olmoqchi bo'ladi. Lekin shaxsni tasdiqlash bosqichida tizim ma'lumotlar mos kelmadi deydi. Odam bankka boradi, bank uni migratsiya yoki davlat xizmatlari markaziga yuboradi. Natijada 10 daqiqalik ish 10 kunga cho'ziladi. Ikkinchi toifa, yashash manzili eski bo'lganlar. Ko'pchilik yillar davomida bir joyda ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Masalan, odam Farg'onada ro'yxatda, Toshkentda ijarada yashaydi. Jarima sud xabarnomasi, soliq ogohlantirishi, kommunal qarz bo'yicha xabar eski manzilga ketishi mumkin. Keyin odam men bilmaganman deydi. Lekin tizimda manzil eski bo'lsa, davlat organi xabar yuborilgan deb hisoblaydi. Shuning uchun yashash manzili vaqtinchalik ro'yxat. Ijara shartnomasi va telefon raqami juda muhim. Uchinchi toifa. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'lganlar. Bu juda katta muammo. Masalan, siz ishlatayotgan sim karta akangiz, otangiz yoki eski tanishingiz nomida bo'lishi mumkin. Siz shu raqam bilan bankka, Klik yoki Payme kabi to'lov tizimlariga, davlat xizmatlari portaliga, ijtimoiy tarmoqlarga ulangan bo'lishingiz mumkin. Agar keyin shaxsni tasdiqlash kuchaysa, tizim bu raqam sizniki emas deyishi mumkin. Tasavvur qiling, sizning oylik kartangizga kirish uchun SMS kod shu raqamga keladi, lekin raqam huquqiy jihatdan boshqa odamniki. Agar u odam sim kartani qayta tiklasa,
siz hisoblaringizga kira olmay qolishingiz mumkin. Bu faqat qulaylik masalasi emas, xavfsizlik masalasi ham. 4-toifa qarzi, jarimasi yoki eski majburiyati bor odamlar. Raqamli tizimlar kuchaygan sari eski jarimalar, ijro hujjatlari, aliment, kredit, soliq qarzi, kadastr bo'yicha to'lovlar bir joyda ko'rinib qoladi. Oldin odam unutildi, hech kim so'ramayapti deb yurishi mumkin edi. Endi esa bank hisobiga cheklov, mashinaga taqiq, notarial bitimga to'siq, chetga chiqishdagi muammo yuzaga kelishi ehtimoli o'rtada. Masalan, 300 ming so'mlik eski jarima vaqtida to'lanmagani uchun ijro ishi ochiladi, ijro yig'imi qo'shiladi. Keyin bu summa 520 ming so'mga yetadi. Odam mashina sotmoqchi bo'lganda yoki kredit olmoqchi bo'lganda muammo chiqadi. 5-toifa. Nafaqa, bola puli, subsidiya, imtiyoz oladigan oilalar. Bunday yordamlar ko'pincha oilaning daromadi, mol-mulki ro'yxatdagi a'zolari. Nikoh holati va boshqa ma'lumotlar asosida beriladi. Agar tizimda oilangiz tarkibi noto'g'ri bo'lsa, masalan, allaqachon alohida yashayotgan odam sizning xo'jaligingizda ko'rinib tursa, daromad noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Natijada siz yordamga haqli bo'lsangiz ham daromad me'yoridan yuqori degan javob olishingiz mumkin. Yoki aksincha, noto'g'ri ma'lumot sabab keyin ortiqcha olingan to'lovni qaytarish talabi kelishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning ID kartangiz yaroqli bo'lsa, PIN raqamingiz va barcha tizimlarda to'g'ri chiqsa, bank kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizga rasmiylashtirilgan bo'lsa, qarz va jarimalaringiz yo'q bo'lsa, yashash manzilingiz tartibli bo'lsa va siz uchun katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ko'p xatolar odamning aybi bilan emas, eski tizimdagi noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar sabab paydo bo'ladi. Hayotiy misol keltiraman. Bir kishi bankdan ipoteka krediti olmoqchi bo'ladi. Daromadi, yetarli ish joyi bor, boshlang'ich to'lovi bor. Lekin tekshiruvda uning nikoh holati eski ma'lumotda ko'rsatilgan. Turmush o'rtog'ining roziligi bo'yicha tizimda nomuvofiqlik chiqadi. Natijada kredit jarayoni to'xtaydi. U ifodiyaviy ma'lumotini yangilaydi. ID ma'lumotini tekshiradi. Bankka qayta murojaat qiladi. Agar bu ishni oldindan qilganida bir haftalik kechikish bo'lmasdi. Yana bir misol, ayol bola puli uchun ariza beradi. Tizimda uning yashash manzilida oldingi ijarachi hamon ro'yxatda ko'rinadi. O'sha odamning daromadi ham xo'jalikka qo'shilib ketadi. Natijada ariza rad etiladi. Aslida ayolning oilasi yordamga muhtoj, lekin ma'lumotlar toza emas. Mana shuning uchun mening hujjatim joyida deb o'ylashning o'zi yetarli emas. Tizimda qanday ko'rinayotganini ham tekshirish kerak. Eng katta tuzoq ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga ishonish. 28 avgustdan hammaning kartasi bloklanadi. Pasport almashtirmaganlarga katta jarima. Telefon raqami o'chiriladi. Hamma pulni yechib olsin kabi gaplar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarni ko'rsam, birinchi savolni beraman. Rasmiy manba qayerda? Qaysi qonun? Qaysi qaror? Qaysi idora e'lon qildi? Agar xabarda faqat qo'rqitish bo'lsa, lekin havola, hujjat raqami, rasmiy izoh bo'lmasa, bunday xabarga ishonmang. Ikkinchi tuzoq firibgarlar. Muhim sana yaqinlashganda firibgarlar faollashadi. Ular hujjatingizni yangilab beramiz. Kartangiz blok bo'lmasin, kodni ayting. Davlat bazasiga kiritish kerak. Jarimani yo'q qilib beramiz deb qo'ng'iroq qiladi. Hech qachon SMS kodni, bank karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, pasport rasmingizni begona odamga yubormang. Davlat xodimi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu deyarli har doim firibgarlik. 3-nozik jihat hujjatning muddati, ID karta. Pasport, haydovchilik guvohnomasi, texnik pasport, ishonchnoma, ijara shartnomasi kabi hujjatlarning amal qilish muddati bor. Odamlar ko'pincha faqat safarga chiqayotganda pasport muddatini tekshiradi. Lekin ichki xizmatlarda ham muddat muhim bo'lishi mumkin. Masalan, elektron imzo olish, notarial bitim qilish, bankda katta operatsiya bajarish, mulk sotish yoki meros rasmiylashtirishda hujjat yaroqli bo'lishi kerak. 4-nozik jihat familiya o'zgargan ayollar. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin bank, soliq, ish joyi yoki telefon operatorida eski familiya qolgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, ID kartada yangi familiya, bank kartasida eski familiya. Kichik farqdek ko'rinadi, lekin avtomatik tekshiruvda bu nomuvofiqlik sanalishi mumkin. Bunday holatda FHDYO hujjati, nikoh guvohnomasi, ID karta va bankdagi ma'lumotlar bir-biriga moslashtirilishi kerak. 5-nozik jihat meros va mulk masalasi. Uy, yer, mashina yoki boshqa mulk eski hujjatlarda qolgan bo'lsa, kadastr ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa,
egasi vafot etgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin katta muammo bo'ladi. Raqamli tizimda mulk aniq egaga bog'lanishi kerak. Masalan, uyda yashayapsiz, kommunal to'lovni siz to'laysiz, lekin kadastrda uy marhum otangiz nomida. Ertaga subsidiya, garov sotish, hadya qilish yoki ro'yxatga qo'yish kerak bo'lsa, avval merosni hal qilishingizga to'g'ri keladi. 6-jihat chet elda yurgan fuqarolar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Ularning O'zbekistondagi telefon raqami ishlamay qolgan, bank kartasi muddati tugagan, ID kartasi eski, yashash manzili yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ular uchun masalan davlat xizmatlaridan foydalanish yanada muhim. Agar elektron imzo, ishonchli telefon raqami, yaqin qarindoshga berilgan notarial ishonchnoma bo'lmasa, birgina hujjat uchun kelib ketishga majbur bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingizni oling. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, PFL raqami to'g'ri yozilganmi? Tekshiring. Agar familiya yoki ismda har xatosi bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Davlat xizmatlari markaziga yoki ichki ishlar migratsiya bo'limiga murojaat qilib, qanday tartibda tuzatish kiritilishini so'rang. Ikkinchi qadam, telefon raqamingiz kimning nomida ekanini aniqlang. Mobil operator ofisiga boring yoki rasmiy ilova orqali tekshiring. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, imkon bo'lsa, uni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Ayniqsa bank kartangiz, davlat xizmatlari, elektron pochta, ijtimoiy tarmoq va to'lov ilovalari shu raqamga ulangan bo'lsa, bu juda zarur. 3-qadam, bankdagi ma'lumotlaringizni yangilang. Bank ilovasiga kiring yoki bank filialiga boring. ID ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili, ish joyi kabi ma'lumotlar to'g'rimi tekshiring. Agar eski pasport ma'lumoti qolgan bo'lsa, yangi ID karta asosida yangilating. Bank kartangiz muddati tugashiga qancha qolganini ham ko'ring. Muddati tugagan karta sabab oylik, pensiya yoki boshqa tushumda kechikish bo'lmasin. 4-qadam, qarz va jarimalaringizni tekshiring. Soliq qarzi, yo'l harakati jarimasi, ijro hujjati, aliment, kredit kechikishi, kommunal qarzlar bor yo'qligini rasmiy ilovalar, bank ilovalari yoki tegishli idoralar orqali ko'ring. Agar qarz bor bo'lsa, uni tan olmasangiz ham shunchaki e'tiborsiz qoldirmang. Ariza bering, tushuntirish oling, kerak bo'lsa e'tiroz yozing. Chunki qarzni inkor qilish boshqa, qarzni tekshirmaslik boshqa. 5-qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, vaqtinchalik ro'yxat, ijara shartnomasi yoki amaldagi ro'yxat masalasini ko'rib chiqing. Oilangiz tarkibi. Ro'yxatda turgan odamlar, amalda yashayotganlar bir-biriga mos kelmasa, ayniqsa nafaqa, subsidiya, bola puli yoki uy-joy yordami olishda muammo bo'lishi mumkin. 6-qadam, muhim hujjatlarning nusxasini tayyorlang. Men odamlarga doim shuni maslahat beraman. ID karta nusxasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjati, avtomobil hujjati, bank rekvizitlari, ijara shartnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma, pensiya yoki nafaqa hujjatlari alohida papkada bo'lsin. Elektron nusxasini ham xavfsiz joyda saqlang. Lekin bu nusxalarni Telegramdagi begona botlarga, noma'lum odamlarga yubormang. 7-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Har qanday katta o'zgarish bo'lsa, u rasmiy idoralar, hukumat portallari, vazirliklar, Markaziy bank, soliq qo'mitasi, Adliya vazirligi yoki boshqa vakolatli tashkilotlar tomonidan e'lon qilinadi. Faqat bir tanishim aytdi. Telegramda yozishdi. Bankdagi odam aytdi degan gap bilan qaror qabul qilmang. Ayniqsa pul yechish, hujjat topshirish, jarima to'lash, kod yuborish kabi masalalarda faqat rasmiy yo'l bilan harakat qiling. Agar muammo topilsa, nima deb murojaat qilish kerak? Oddiy shaklda yozing. Mening shaxsiy ma'lumotlarimda nomuvofiqlik bor. ID kartamdagi ma'lumot bilan tizimdagi ma'lumot mos kelmayapti. Ushbu ma'lumotni tekshirib, tuzatish, kiritish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga ID karta nusxasi, muammoni ko'rsatuvchi skrinshot yoki hujjat, telefon raqamingizni ilova qiling. Agar qarz yoki jarima bo'yicha murojaat qilsangiz, ushbu qarz qaysi hujjat asosida shakllanganini, hisob kitobini va e'tiroz berish tartibini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Yozma javob oling, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Demak, 2026 yil 28 avgust sanasi atrofida gaplarda eng muhim narsa vahimaga tushish emas, tayyorgarlik ko'rish. Hujjatlaringizni tekshiring, telefon raqamingizni o'z nomingizga o'tkazing, bank ma'lumotlarini yangilang, qarz va jarimalarni ko'ring, yashash manzilingizni tartibga keltiring,
Rasmiy manbalarsiz tarqalgan qo'rqinchli xabarlarga ishonmang. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Raqamli tizim kuchaygani sari tartibli odam yutadi. Hujjatida xato bor odam esa vaqt yo'qotadi. Bugun o'tidagi ajratib tekshirgan narsangiz ertaga 2 kunlik yugur-yugurning oldini oladi. Sizda qaysi muammo bor? Pasport ma'lumoti, bank kartasi, telefon raqami, jarima, soliq, nafaqa yoki yashash manzili. Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlarda eng katta himoya vaqtida xabardor bo'lish.